Ogoh.uzda kun yangiliklari. Bugun nimalar bo'ldi? Eng muhim yangiliklar bir joyda. Ilmiy ish qiluvchilarga 6 oygacha ijodiy ta'til beriladi. O'zbekistonda propan narxini asossiz oshirgan kompaniyalar jarimaga tortiladi. Toshkentda tungi poyga uyushtirgan haydovchilar 10 sutkaga qamaldi. Namanganda o'qituvchi 6-sinf o'quvchisini zo'rladi. Samarqandda prava olib bermoqchi bo'lgan erkak ushlandi. Isroil iqtisodiyoti inqirozga yuz tutdi. Isroil Markaziy banki. Tunda Eronning bir nechta strategik obyektlariga havo hujumlari uyushtirildi. O'tgan yil Vashingtonda yuz bergan aviahalokatning yangi kadrlari e'lon qilindi. Ilmiy ish qiluvchilarga 6 oygacha ijodiy ta'til beriladi. O'zbekistonda mehnat yoki pedagogik faoliyat bilan shug'ullanayotgan shaxslarga asosiy ish haqqi va lavozimi saqlangan holda ijodiy ta'til berilishi belgilangan. Unga ko'ra PhD dissertatsiyasi yoki darslik hamda huquq qo'llanma mualliflariga 3 oygacha, DC dissertatsiyasi ustida ishlayotganlarga esa 6 oygacha ijodiy ta'til beriladi. Shuningdek, mualliflar jamoasidan bir necha a'zo yozma ariza asosida ta'til olishi yoki ta'til jamoa a'zolari o'rtasida taqsimlanishi mumkinligi ma'lum qilingan. Ilmiy darajaga da'vogarlar va darslik mualliflariga yillik mehnat ta'tili ijodiy ta'tildan foydalanganidan qat'iy nazar berilishi qayd etilgan. Mazkur tartib Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. O'zbekistonda propan narxini asossiz oshirgan kompaniyalar jarimaga tortildi. O'zbekistonda propanning birja savdolarida boshlang'ich narxlarni asossiz oshirish va hajmlarni sun'iy ravishda birja savdolariga chiqarmaslik oqibatida narxlari oshirib yuborilishi ortidan 31 kompaniya jarimaga tortilgan. Mazkur kompaniyalar moliyaviy jarimaga tortilishidan tashqari asossiz olingan 34,1 milliard so'm davlat byudjetiga yo'naltirilishi ma'lum qilingan. Toshkentda tungi poyga uyushtirgan haydovchilar 10 sutkaga qamaldi. 27-mart kuni soat 3:40 da Toshkent shahar Olmazor tumanida Lacetti va Onix avtomobillari poyga uyushtirgan 2 shaxs ushlangan. Ular yo'l harakati qoidalarini buzib, fuqarolar hayotini xavf ostiga qo'ygan. Olib borilgan surishtiruvlar natijasida huquqbuzarlar 1999 va 2005-yillarda tug'ilgan shaxslar ekani ma'lum bo'lgan. Avtomobillar jarima maydoniga qo'yilgan sud qarori bilan har ikkala haydovchiga 10 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Huquqbuzarlar qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirib, fuqarolardan uzr so'ragan. Namanganda o'qituvchi 6-sinf o'quvchisini zo'rladi. Yangiqo'rg'on tumani 8-umumta'lim maktabida o'qituvchi voyaga yetmagan 6-sinf o'quvchisiga jinsiy zo'ravonlik qilib kelgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Holat yuzasidan Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, o'qituvchi protsessual tartibda ushlangan hamda unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Samarqandda prava olib bermoqchi bo'lgan erkak ushlandi. Samarqand viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaroning firibgarlik harakatlari fosh etilgan. Erkak o'zini vakolatli shaxs sifatida tanishtirib, qishloq xo'jaligi texnikalari uchun haydovchilik guvohnomasini olib berishni va'da qilib 4,5 million so'm talab qilgan. U kelishilgan pulni olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Holat yuzasidan ish qo'zg'atilib, tergov olib borilmoqda. Isroil iqtisodiyoti inqirozga yuz tutdi. Isroil Markaziy banki 3 frontdagi Hamas bilan urush, Hizbulloh bilan to'qnashuvlar, Eron bilan qarama-qarshiliklar, harbiy harakatlar Isroil iqtisodiyotiga rekord darajada zarba bergan. Mamlakat Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, G'azo bilan bog'liq mojaro boshlanganidan beri to'g'ridan-to'g'ri yo'qotishlar 57 milliard dollarga yetgan. Vaziyat Eron va Livan bilan keskinlikning kuchayishi fonida yanada murakkablashayotgani aytilgan. Harbiy xarajatlar keskin oshib, davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning qariyb 70% ga yaqinlashgan. Shu bilan birga mamlakat eksport hajmlari pasayishda davom etayotgani ma'lum qilingan. Tunda Eronning bir nechta strategik obyektlariga havo hujumlari uyushtirildi. Hujumlar oqibatida Tehrondagi Mehrobod xalqaro aeroporti, Milliy bank filiali va karton fabrikasi zarbaga uchragan. Bundan tashqari Tabrizdagi neft-kimyo zavodi ham nishonga olingan. O'tgan yili Vashingtonda yuz bergan aviahalokatning yangi kadrlari e'lon qilindi. AQShning Ronald Reagan nomidagi milliy aeroporti yaqinida Potomak daryosi tepasida Airlines aviakompaniyasiga qarashli yo'lovchi samolyoti va AQSh armiyasining Black Hawk vertolyoti o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvning yangi tasvirlari e'lon qilindi. Ushbu fojia 2025-yilning yanvar oyida sodir bo'lgan va uning oqibatida bortdagi barcha 67 kishi halok bo'lgan edi.